Juda ham ajoyib bo'ldi-da. Bugun shaharga ketaman. Bola, hammaga salom do'stlar. Nimaga men xursandsan desanglar, eshitgan bo'lsanglar kerak. Men shaharga ketyapman. Dam olish uchun hali lekin unchalik quvonishga erta. Hali janob meni yuboradimi degan savol bor. Yuborishi aniq. Hozir ertaroq o'sha fermaga qarab olsak, bizni aniq yuborishi aniq. Chunki hozir ishlarni qilib borsak ham oylik so'ramasak bo'ladi. Chunki shaharga borib kelsak juda ham hammasi ajoyib bo'lib ketadi. Bolalar, o'zingizlarda nima gap? Shaharni qayerlarga borishni yaxshi ko'rasizlar? Masalan, parkgami? Faqat hayvonot bog'igami? Men bilmadim qayerga boraman. Lekin bir aylanib kelsam yaxshi bo'ladi. Faqat ish joyiga tegib ketar ekan. Bola, o'zingizlardan so'rasang nima gap? O'qishlar bo'lyaptimi? Yaxshi, ajoyib. Mana tez. Mana yaxshi, tez qilib borish kerak. Chunki hozir biz shaharga kelsak juda ham ajoyib va ishlar bir oyga ketyapman. Bir oygina o'smay tursa ham bo'lardi. Agar o'sib ketsa, janob mer chaqirib olishi aniq. Qarab, polizingga qarab o'sib ketibdi deb. Janob merga umuman qiziqi yo'q. Polizmi? Nimada? Yo'q, polizni qiziqi bor. Hatto shaharni qarisi nimalar deb tashyapman. Mayli, nima bo'lsa ham bo'lar. Biz esa bu yerni qilib tashlashimiz kerak. Mana bo'ldi, bolalar. Endi esa biz so'rab kelsak bo'ladi. Davay tez. Janob mer, men boryapman deb gapirsam. Hay janob mer, nimaga o'tiraverasiz? Nosingiz bormi og'zingizda? Mana polizlarni olib keldim, janob mer. Hazillashmasam bola. Bo'pti, hazillashmayman. Bolalar, mayli, men shaharga borib kelmoqchi edim. Ruxsat berasizmi? Albatta, borur. Bo'pti, mana ruxsatni ham so'radik. Admindan gap eshitish shunaqa bo'ladi. Bolalar, janob mer admindan gap eshitdim. Men esa hozir tayyorlanishim kerak. Shaharga kelish uchun davay notebookni olamiz. Mana bo'ldi. Keyin esa buni bu yerga solib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'sh, mana bo'ldi. Faqatgina mana shura kerak ekan, xolos. Unda men ketdim, bolalar. Ajoyib va g'aroyib. Mana bolalar, unda hozir qishloqqa kelgandan keyin videoni yoqaman. Aylanish juda ham ajoyib bo'ldi. Hammaga salom, mening ismim Beni. Nimaga yana aytdim? Bo'ldi. Hech qisi yo'q. Hozir uyimizga borib olamiz va Jinorsin qishloq katta bo'lib boryapti. Bu ketishda shahar bo'lib ketmasa bo'lgani. Jinorsin, bu nimasi? Yo-mayo. Axir buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Men uyim. Hoy ahmoq, yetel. Bu yerda nima bo'ldi? Bilmadim. Men ham shuni ko'rib turibman-da. Sen nimaga bilmaysan, yaramas. Meni uyimni nima qilib tashladinglar? Ahmoq yetellar. Bir paskina yo'q bo'lsam shunday qilasizlar. Men qilmadim axir, Iltimos, meni urma. Unda sen bu yerda nima pishirib qo'yibdimi senga bu yerda? Voy, iltimos, urma deyapman men senga. Jinorsin axir meni narsalarim. Yo-mayo. What the fuck? Bu meni uyimni nima qilib tashladinglar? Bolalar, axir bu meni uyim qancha mehnat ketgan. Hozir men admindan ruxsat so'rashim kerak. Mana axir yetel nimalar qilib tashladi? Iltimos, ayt, buni kim qildi? Bilmadim. Yaxshi. Men esa sizlar qildinglarmi? Yaramas, g'iybatni qilmay tur. Xo'sh, mana admindan hozir kreativ so'raymiz. Assalomu alaykum janob admin. Va alaykum assalom. Uzr, tanimadim, kim edi bu? Mana Beniman. Meni qishlog'imizda uyimni rasvogarchilik bo'ldi. Iltimos, menga bir hatto 2 soatlarga kreativlik berib turing. Xo'p, mayli, hozir beraman. Mayli, rahmat. Mana.
Hozir men kreativlik so'radim. Sen ahmoq esa men uyimni shunday qilgansan, lekin gumon qilish yaxshi emas. Unda hammaga xayr, men uyimni to'g'rilab olaman. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida beni bo'ldi.